Men qiz bolani bir marta hovli supurishini ko'rsam, bas, darrov bilaman. Ana yur. Milliy o'zligimizda eng asosiy marosim bu to'y. Keling bugun to'ylarimiz haqida gaplashamiz. Ana, To'y avvalo niyatdan boshlanadi. Mana qizim, ko'ryapsanmi? Kim meni kelinim bo'lsa, mana shuni hammasi o'shaniki. Sen tengilar 3-4 tadan bolali bo'lishdi. Sunnat to'yi qilishyapti. Axir orzu havas ko'ramanmi, yo'q? Qachon uylanasan? Birinchi qadam esa sovchilik marosimi. Shunday o'jar, shunday qaysarki, 8ni bitirdi-yu, o'qimayman deb turib oldi. Shu nevara qizingni o'zim kelin qilaman. O'qishni tashvishini qilmay qo'y. U yog'ini meni maktabimda o'qiydi. Avvallari to'ydan oldin sud puli hisobida kuyov taraf kelin tarafning to'y xarajatlarini qoplagan. To'y xarsiz bo'lmaydi. Shunday emasmi? Axir o'zi shunday degandan keyin biz nima ham derdik? Kuyov tomonidan yuborilgan narsa tabarruk bo'ladi. To'ygacha ko'p hududlarda Fotiha marosimi va qiz bazmi ham o'tkazilgan. Lekin bugun yo'qolib borayotgan urf-odatlar ham ko'p. Shunday qilib, yosh kelin-kuyov qonuniy nikohdan o'tadilar. Hay qizim, o'virsmagin, zaksga kechikasan, onajon. Men kechikmayman. kuyov to'ra kelyaptilar. Va albatta 2 yoshning to'yi boshlanadi. To'y urf-odatlarga to'la marosim. Mahallaga osh berish, Mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. kuyov navkarlarini kutib olish, Xudojoningiz butun qo'llarini qavartirib, mayda qilib qamaganlar o'rgilaysizda, ha? Qo'llari qado bo'lib Qo'li dard ko'rmas. Voy. Irimini qilmaysizmi, irimini? bayramona dasturxon, kuy qo'shiqlarga hamohang kecha. Savdegani ishqi boshma kulvat savdo qilg'il ana faryod. Kelin kuyovning chilla uyi chimildiq. Hatto to'ydan keyin ham marosimlar davom etishi mumkin. Yuz ochishdi, charlari, yildan yilga urf-odatlar ham saralanib, ixchamlanib bormoqda. Bir haqiqatni tan oling. Yangi kelini bor har qanday xonadonda o'zgacha fayz bo'ladi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Ko'p yasha.